Bugün 2 gün burun yüz bergen işini sözleyimiz. Keşim kırıp kaptı. Bu iş şu 27. ısla keşti yüz bergenki. Bugün 29 aldığı günü keşti de. Hem bu işin de bergen torduşumuz özü Aksu Şinhan Ayıstinke. Bu kızının oğul dostu Turpan'denke oğul dostunun öydekileri şu Ürümçi'de turdiken de. Bular şu aile boyuncalam aksi, yengisi, dadısı, apısı özü bulup bu beşi. Bir öyde icara turdu ki Ürümçi'de. Hem de şu 11. aylarda bu yengisi boşanıptı da. Şunun bilen bu icara uyatkan, turvatkan öy 3. kavatike. Şu yengisiga ançımınca şu hacet kalan ultasa ya bunisi yalğız kalan vaxtlarda şu bir karı sayıyla işten iştek ötkitip ya bunisi keçi saç düşleri kirip kar besip diyendek işte aram bermepti de. Şunun bilen bula oy bu bulmadı bu yeni yengigen kız bu bundaq bos bulmaydı dep ömde oylaşıp şu bu öy tiniş emas okşayan dep şu astıdik öyge köçüptü de almaştırıptı icara ağan öyini. Şu astığı köçüp bolğandan keyin bu işlamı heli bezikip kaptı. Şu 27. ısla günü keşte bu oğul dep bergen tordaş kızga telefon qıptı da paranlaşıptı ikisi. O yaxnan bu yaxnan gaplarını qılıp paranlaşıp aralaqtı şu bularmı anlaydı ekan da mening hikoyalarimni. Ay hikoy andaqma hikoy dep muşlarning gaplari bo'linibdi. Şu paranlaşıp atqan vaqtda abalning apisi kiribdi bu uyga hujrasiga. Uchisida uxlash kiyimga şu kiribla ya bu vitaminni men sana ye demisem yememsen deb qop bo'lgandek bo'lib 2 tal vitamin B tabletkini ekaplam bu balani og'ziga seytdi. Bu bala elde qaptı. Bu gaplarni ham telefonda maqız anlab turibdi deb bergan qiz. Sonra zanlı qilgan bo'pti, opang doğru beribdi bu deb chaqchaqlarni qilibdi. Şu u bala ham deb opis chiketgandan keyin sal astoydilashib qoldi-da. Bu men atigan vitamin B yeb bo'lgan opamning oldida bu bir kunda bir tal yeydigan narsa tutsa bu opam nima ish kirib meni og'zimni sevdi. Bu toz to'g'ri emas-ku bu ish deb sal g'alitlik his qilib qoldi-da. Ama maqizmi o ovozlarning hammani anglagandan keyin sal iranishmay yana chaqchaq qilib voy bu sana og'inlar uchrab qoldimi ya aba yoshdan parangni qilgan deb shunda deyishibdi. Ammo abal rasmay astoydilashibdi-da. Bu to'g'ri emas. Bu opam kirmaydi bundaq chaqda. Men to'g'rini yeb bo'lgan tursam vitamin B'ni bir kuni bir yeydigan tursa deb ems chiqib boqamsiz ya opangizning yoniga deb bu qiz buna deganki abal men chiqib boqay to'xtabdi deb shu opasining hujrasiga kirib şu aralıqda 3 minut ötken oxşaydı. Da qarasa apisi buxaraga ketganda uxlab xo'raklar uchib ketgan. Şu kirib telefonni voy opam xo'rak ketibdi, uxlab bo'pti deb shunda debdi. Uchisi qarasa hamda apisining yotgan vaqtida abay uxlash kiyim degandiku, hozir qarasa hamda o'zining kiyim bilan yotganda. Hamda abay o'zining kiyim bilan kirib, hozir uxlash kiyim bilan yotgan bo'lsa, tezroq almashtirib, tezroq uxlab qolgandi deb tushuntirgil bo'ldi bu ishni. Ama uxlash kiyim bilan kirib, o'zining kiyimida yotqanda hozir buni tushundirish tez bo'ldi. Shundan bilan bular balki menni almashtirgan deb o'zlariga bir tasallilarni berib, "At bir gap bo'lsin. At opam qo'pqanda so'rab boqay kechdi bo'ldi, uyg'otmay" deb shunda yetib qopti bular. At satganda nima deb bergan tordash qanday bo'ldiki deb so'rasa u bolamdi. Choy ichib o'ltaga so'rabdi, "Apa, oqshomda yenim kirib, menga tabletka doğru beryaptingmi? Bad og'zim sevyaptingmi? 2 tal vitamin B deb shunda desa vaynim deydigansa men baldurli uxlab qolgan. Onun ustiga bir talla yeydigan narsa tutsa bir kuni bir tal yesam bo'ldi. Men nima qilmasini og'zim sib deb ochdi debdi-da. Anandan keyin bular chataqga deb mushtaq bir g'alit ish mana 2 kun burun yuz beribdi. Mushuni ham tunugun men o'rtoqlashibdi. 28-ysla oqshom yuz bergan ish deb. Buni bugun so'zildim-da, bugun ko'ribdim. Men bu birinci hikoya. Hamda ikkinchi hikoyani deb bergan akamiz bultur 5-oy vaqtlarga damilash kunlarining birisida hamda uy deganda ayoli 4 yoshli qizi o'zi ayoli oshxon tomoq yeyotgan vaqtga o'zi uyda televizor ko'rayotib makiyaj qilib qizi o'zining o'yinchoq o'ynaydigan uyida shu o'yinchoq o'ynab o'ltiribdi ekan. Shu bir chaqda chircharlik shunda bir qo'rqinchli yig'lab ketdi. Voy nim bol deb yugurib yine kirsa, yig'lab gap qilolmay aram bir o'ngshab
qo'rqmang deb bazlab yig'idan to'xtatib nima bo'ldi deb so'rasa shu o'yinchoq o'ynayapsam mo'ramni bir ching tutib oldi. Dadam kirdimi o ya deb keynimga qarasam qop-qora bir odam turdi. Shu mundaqla birdam qarab bo'g'icha yo'qa ketdi deb u qiz shunday gap qipirdi-da, 4 yoshli qiz. Endi bular yog'amiga desam 4 yoshli bola unda yog'an qilmaydi, to'qimaydi undaq. Shuning bilan bular bir qo'rqinish kirib qopdi. Qanday bo'lib qoldi deb ayolim qo'rqilgan qopdi, o'zim qo'rqilgan qopdi. Qizni ham endi yotqizib boshlab o ish o'tib ketib bu mushu bultur 12-oyning 29 oldingi oy. Bu akamizning ayolining mo'miz qaytishib qilib yurtga qaytib ketdi. Bu kichik bir bolasi bor ekan hozir, allay. Shu bola qarayma deb bu akamiz o'zining kichik bolasi bilan shu 4 yoshli qiz, hozir 5 yoshga kiribdi, shu 5 yoshli qiz bilan qolibdi ekan, bormabdi ekan. Endi o'zi yolg'iz qanday qarayman deb shu cho'nglarning uyiga ketibdi ekanda. Shu bolalarning mo'misi bu akasining opasi qaraydi ekan bolalarga. Bir kuni kecha ketdi, cho'ng qizi mushu akamiz bilan yetibdi. Kichik allay mo'may bilan bir uyda ekan, buvay yana bir uyda ekan. Ashunday yetibdi-da kechda. Shu kechda bir vaqt bo'lganda bu mo'may hamda kichik allayga sut ishkizib deydi. Shu sut ishkizib o'ltasa eshikning oldiga dedi. Ashlarning hujrasining oldiga bir ayol keldi dedi. Shundan bir yoshlar uzun oq kiyim kiygan ashtaq bir qo'rqinchli bir ayol. Endi uni tunji qitim ko'rgan odam o'zining ko'ziga ishonmaydi ekan-ku endi. Muhtaqim ko'rinamdi deb bu kim bu deb qoldi ekan. Shu ashtaqli kelib qarab turib keyniga menibdi. Bu mo'mayam deb. Bu qon kim bu deb keyindan chiqib baqay deb bojuruyning eshigini bolni qo'yib bojuruyning eshigini oldiga kelsa, u ayol bu aka depagan akash bilan qizi boshqa uyda yotgan emasmi? Shu uyning eshigini oldiga qo'yib u qarabdi ularga. Bu ayol shu chaqdimi endi aniq jazmlashtiramabdi-da, bu boshqa bir kirdimi yo bu uyga deb qopdi. Ongacha shu ko'z oldida ayol yana menibchimi shu buvayning o'jirsiga kelib qarabdi. Shuning bilan bu ayol ham chaqdiq rasmiy qo'rqibdi-da. Chataq naskan bu deb shu o'zining o'jirsiga kirib kichik bolani quchoq qilib jimda o'ltiribdi. Ongacha ayol degan taroq turib u yoqqa bu yoqqa bir chaqda ko'tingning chiroqlari yinib ketdi. Endi unda bo'layotgandan keyin odam ovoz chiqarishga jur'at qila olmaydi, u meni bayqab yinimga qoldi. Shu bu ayolmi jimda o'ltiribdi. Shu asta u yoqqa chiroqlar yinib bir chaqda jimib qoldi-da. Shuni ham deb boshqalar kichik bola bo'lgandan keyin 5 yoshli qiz emas bu yoqda. Shu qo'rqib ketmasin deb hech kimga demay shunda o'tkazib deb necha kun o'tgandan keyin andin deb beribdi ekan mushu akamizga. Keyin shuning bilan bu akamizning ayolimi qaytib kelibdi yurtidan. Kelib yana shu cho'ng uy turibdi ekan bular. Yana bir kuni oqshom shundoq o'g'liga sut beray deb quvasa yana ishda yo'g'on bu qitim badanidan nur chiqadi dedi. Nur chiqadigan bir sochda o'jirni olishda qarabdi dedi. Ashun deb biribdi ekan. Endi birisiga ko'rinsa ya bir qitimla ko'rinsa, uni balkim xiyoliy tuyg'u ya charchab qolgan desak mayli. Bu uchimizga 3 odamga 3 qitim ko'rindi deb shu gapni qilib biribdi ekan. Sizlar bilan o'rtoqlashdim.